Aholi muammolarini joyida o'rganish, murojaatlarni tinglash va ularga yechim topishda deputatlarning sayyor qabullari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunday uchrashuvlar orqali saylovchilar bilan ochiq muloqot yo'lga qo'yilib, hududlardagi dolzarb masalalar muhokama qilinmoqda. Ana shunday navbatdagi sayyor qabul Sherobod tumanining Boyqishloq mahallasida tashkil etildi. Qonunchilikka ko'ra, har bir deputat har bir chorakda kamida bir marta o'z saylovchilari oldida hisobot berishi hamda ular bilan sayyor qabullar o'tkazishi belgilangan. Ana shu talablar ijrosini ta'minlash maqsadida Xalq deputatlari Sherobod tumani kengashi raisi tomonidan navbatdagi uchrashuv va sayyor qabul tashkil etildi. Tumanning Boyqishloq mahallasida bo'lib o'tgan qabulda tuman tashkilotlari vakillari hamda mahalla aholisi ishtirok etdi. Ochiq va samimiy muloqot davomida deputat tomonidan o'z vakolati doirasida amalga oshirilgan ishlar, erishilgan natijalar va kelgusidagi rejalar haqida ma'lumot berildi. Shuningdek, fuqarolar tomonidan gaz ta'minoti, elektr energiyasi, kadastr, ichimlik suvi, tibbiy xizmat, ish bilan ta'minlash kabi dolzarb masalalar yuzasidan murojaatlar bildirildi. Bu yig'ilishda asosiy masala xalq murojaatlari tinglandi. Bundan biz o'zimizga kerakli xulosalarni oldik. Kerakli murojaatlarimiz inobatga olindi, yozma va ko'rsatmalar berildi. Biz bundan xursandmiz. Ijobiy natijalar erishamiz degan niyatdamiz. Saylovchilar tomonidan berilgan savollarga tegishli mutasaddilar va deputat tomonidan atroflicha javoblar qaytarildi. Tadbir davomida aholi murojaatlari tinglanib, ularning ijrosi nazoratga olindi. Aholi bilan uchrashuvda 30 dan ortiq murojaatlar tushgan bo'lsa, murojaatlarni ayrimlari o'z joyida yechimini topgan bo'lsa, muddat talab etiladigan murojaatlar bilan qonunchilikda belgilangan tartibda o'rganib, murojaatchilarga hisobot, axborot, ma'lumot berilishi belgilab ko'rsatib o'tildi. Shu bilan birgalikda mana bugun deputatlik nazorati sifatida 43-umumiy o'rta ta'lim maktabini yangi o'quv yiliga tayyorgarliklari deputatlik nazorati sifatida o'rganildi. Shuningdek, deputatlik nazorati doirasida mahalladagi ijtimoiy soha obyektlari ham o'rganildi. Jumladan, mahalla hududida joylashgan umumta'lim maktablarining yangi o'quv yiliga tayyorgarlik holati atroflicha ko'zdan kechirildi.